To'xtang, bu video aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Yozning jazirama issiq kunlarida hosildorlikni yanada oshirish maqsadida tomchilab sug'orishga barcha mahsulotlarimiz bor. Hozir sizlarga shuni birma-bir ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, har xil dizaynda qilib ishlab qo'yilgan. Mana bu kabinasimizga alohida ahamiyat berasizlar. Soatiga 8 litr suv tomchilaydi. Mana bu esa 4 litr suv tomchilaydi. Mana bu esa 2 litr suv tomchilaydi. O'ziga yarasha ko'rishingiz mumkin, dizaynlar juda chiroyli chiqqan. Va sizlarga yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana bu suvorlo bo'ladi. Ya'ni o'zini mana bu ventilini qo'ygan, mana alohida teshiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlab qo'yilgan. Dizaynlarga alohida ahamiyat berasizlar. Mana bu yerda mana bu trayning ventil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda sifati a'lo darajada. Bu materiallar hammasi Turkiya va Xitoy davlatidan yetkazib kelinganlar. Kimga shunaqa sifatli va hamyonbop tomchilab sug'orish mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Namangan shahar ichi bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Hammaga rahmat. Manzillarimiz Namangan viloyati Namangan shahar Shamshiboy qurilish savdo bozorida, Dorg'o'za bozorining yo'lagida joylashgan 10 do'kon.